Jizzax viloyat axborot kutubxona markazida iqtidorli ijodkor Iqboloy Umarova qalamiga mansub O'gay taqdir kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. O'zbek adabiyotida hayot sinovlari, murakkab oilaviy munosabatlar va ayol taqdiri, bir so'z bilan aytganda hayot va inson o'rtasidagi ruhiy va jismoniy bog'liqlik mavzusidagi asarlar alohida o'rin tutadi. Uslubiga ko'ra sodda, ammo mazmunan zamonga monand asarlardan biri Iqboloy Umarovaning O'gay taqdir nomli kitobidir. Ushbu asar jamiyatimizda aksar xotin-qizlar duch keladigan murakkab hayotiy vaziyatlar, oila munosabatlari va ichki kechinmalarni sodda va ravon uslubda ifoda etishi, syujet qurilishidagi uzviylik bilan ajralib turadi. Sharof Rashidov nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida bo'lib o'tgan kitob taqdimoti O'gay taqdir asarning adabiy jamoatchilik va kitobxonlar orasida katta qiziqish uyg'otganidan dalolat beradi. Taqdimot jarayonida asarning mazmun mohiyati, undagi hayotiy haqiqatlar va obrazlarning chuqur psixologik talqini alohida e'tirof etildi. Bu asarni 2 marta o'qib chiqdim. Bu o'qish asnosida o'zim uchun yana qaytadan shu insonni kashf etgandek bo'ldim. Iqboloy Umarovani uzoq yillardan beri rahbar sifatida, shu bilan birga ilmiy faoliyatdagi jarayonlar yuzasidan tanir edim, lekin ijodkor sifatida Eshikli uy, shu bilan birga O'gay taqdir asarlarini o'qish orqali yanada uni ichki olamidan xabardor bo'lganim bu ayni muddao bo'ldi deb o'ylayman. Qissadan keyingi o'rinlarda Iqboloy Umarovaning otasi, onasi aytgan demak hikmatli so'zlar berilgan. Undan tashqari yana bir juda yaxshi hikoyalar keltirilganki, bu hikoyalarda o'zbekning haqiqiy oilasi, haqiqiy onasi, haqiqiy otasi, haqiqiy o'zbek farzandlarining tipik vakillarini obrazi ko'rsatilgan deb o'ylayman. Samimiy ruhda o'tgan tadbirda muallif Iqboloy Umarova ham so'zga chiqib, asar yaralishiga sabab bo'lgan hayotiy haqiqatlar haqida gapirib berdi. Taqdimot yakunida kitob to'plamlari viloyatimizning barcha hududlarida faoliyat yuritayotgan axborot kutubxona bo'limlariga topshirildi.